Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar, 2026-yil 27-iyul sanasiga nok daraxtlarimiz sorti yoqmagan. Shuni o'zgartirish uchun ulama qilishni boshladik. Xudo xolasa bu sortimiz kivi nok bo'ladi. Mana kaltaklarini olib kelib o'zimiz daraxtlar iskana solganmiz. Shu orqali ko'paytiryapmiz. Kimda shunaqangi o'ziga yoqmagan navlari bo'lsa yoki yovvoyi chiqib qolgan daraxtlaring bo'lsa, shu holatda mana yana bitta ko'rsataman. Shu holatda yorib olasizlar. T-samon qilib yorganlaringda silliq chiqishi kerak mana. Ulama bir yilda 2 marta bo'ladi. Erta bahor va avgust oylarida kunlar salqin tushganda ulama bo'ladi. Ulama qilishdan oldin T-samon qilib yorib olib turib, shu holatda olasizlar mana. Olib turib, yuz solasizlar mana. Solganlaringda plotni to'liq o'rnash kerak. Mana. O'rnagandan keyin shu holatda chiroyli qilib baylab qo'yasizlar. Bahor oyiga bular bitib tindik yotadi, shu yerdan qirib borasizlar. Gilos daraxtlarimizni ham kesib ulamaga tayyor qilib qo'yganmiz. Biz bog'da yangilaymiz. Valovoy sersa gilosidan Svitariana gilosiga o'zgartiramiz. Noklarimiz Mauser nok edi, kivi nokka o'zgartiryapmiz. Sababi buni tagi nok eng kech hosilga kiradigan meva turkumiga kiradi. Kivi nokka ulasalaring ertaroq mevaga kiradi do'stlar. Payvandlash jarayoni yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.